Assalomu alaykum mehmonlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi Chin Güzel Ipak Yo'li Sadasi programmasida qatnashgan mayirlarning chin haqiqiy ovozdan alashga taqozo bo'layotgan barliq qarindoshlar. Chinuri biotexnikasida Sulton zavodida ishlangan go'zallik mening chin go'zal girim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Balkim bu qadimgi programmamizda qatnashgan mayirlarning qanday tarixlanganligiga hammalar qiziqayotgan bo'lsa kerak. Undaqda oldi bilan mukofot buyumlari bilan tanishib chiqaylik. Birinchi darajaga erishgan mayirni asal makoni g'uljida ishlab, sapto va aslini bozorga solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan G'ulja Paktil musulmoncha maktab ishlab chiqarish shirkati 200 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Ikkinchi daraja mukofotimizning nihoyat katta, uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib, Xudgar markasidagi a'lo sifatli yurishlik soda suyini ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Xudgar fan texnika taraqqiyot shirkati 150 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Chin darajada mukofotimiz esa Uyg'ur tibobatchiligida belgilik bo'sish hosil qilgan Xinjiang Kinara mablag'chiligi Erkon mahsulotlari ta'minlagan 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil. To'rtinchi daraja mukofotimiz esa Samarqandda namoyanda bo'lgan Xinjiang Mo'tvar xalqaro so'tchilik shirkati Alzoq kiyimchiligi ta'minlagan 50 ming yuan qiymatidagi avtomobil. Shuna qarindoshlar, mukofot buyumlarimiz intayin katta. O'z navbatida bizning mayirlarimizning tayyorlig'i intayin puxta. Qani, mayirimiz sahnimizga marhamat. Mana bu canlıq tetik singlimizning ismi Arzugul Abdirishin. U qanday arzularni ko'ngliga pukkandir? Kimni ustoz qilishni arzu qiladigandir? Mening qiziqishim bo'lsa, kichik bolalarni tarbiyalash ham, sayohat qilish. Men kichigimdan tortib xalq naqshlarini alayda qiziqib anglaydim. Mening yaxshi ko'radiganim milliy ustidagi naqshlar. Mushkasga qiziqishimga turtki bo'lgani onam. Chunki onam men aqlimga kelsam naqsha aytganini anglab, kichigimdan onamning naqshini anglab cho'ng'ilgan. Ba'zida mening naqshlarim ozroq qiyib ketib qolsa, to'xtatdi bolam mavu, men naqshaning mayir qiyib ketdi deb onam menga ko'rsatib berdi. Onam bilan dadam alayda qo'llaydi. Mening bu programmaga qatnashishim necha yillik o'rganganlarimni mesh sahna orqali xalq ommasiga sunib, ustozlarimning fikr talablarini anglash.
Kül boyığı düştüm ben. Öbek bulup uçtum ben dadey. Kül boyığı düştüm ben. Heliğimden yok ediyen bir nadanga düştüm ben. Bir nadanga düştüm ben. Heliğimden yok ediyen bir nadanga düştüm ben dadey. Bir nadanga düştüm ben. Bir nadanga düştüm ben dadey. Bir nadanga düştüm ben. Assalamu alaikum. Va alaykum assalom. O'zingizni bir tanishtiraydan singlim. İsmim Arzugul Abdurshid. Bu yıl 24 yaş. Yurtum Atuş. Kesbim bu yıl Şinjan Sanat İnstitutu, Çoğla Marif İnstitutu'nu bitkizip Qashqar viloyatining Qag'iliq nayisiga ishga tushdim. Ha, bek chiroyli aytdingiz, lekin bizni bek qiynayotdingiz. Qanday qilishimizni bilolmayli qoldik, chunki ayollarning hammasini siz ilib olamsiz dedi. Ya o bunda mı dep ketmedi kan? Bu chaqchaq, lekin ras shundoq dedi. Ya onda mı dep ketmedi kan? Ashta dedi. Ya onda mı dep ketmedi kan? Shuningla men chidab turdim shundoq qilib. Men tomoshabinlar biladi ish qilib, men to'liq qarab erib ketdim. Mayli işim bu. Nurisa hanım çidap duruptu lekin biz çidap duramızdık. Abdullah akam böyle iş gelen yani bağırmazlar, iş gelen berip keldi. Bu bala Qashqarga ish küçüktü. Biz bir berip kelene. Onun suyumundan yurttumga iş. Yana kelib qag'iliq ish chiqdi. Soraylı. Oy ma ish var degine Rasulullah yurtqish küçüktü ma. Voy beşe. Ma işte ko'nildigan agar uqolmay qolgan bo'lsak ikkimiz bayqayolmagan bo'lsak aylanolmaydiqda mana biz o'zimiz bayqadik. Sizning ovozingizda yana bir tatlı bir narsa bor, uni keyin deb beramiz. Ondan yerlik shibin aytdi, o'zi atishlik bo'lg'achqa bu atish naqshlik bek usti ekan. İş kılıp iş gelenden kaysını tanısanız Abdullah akamız iş gelen iş kılıp bağırmazlar, iş kılımız var. Erkin efendimning mi o'zining o'ylagan yeri bor. Muzika tarafdan. Boshqacha bir qaplab chiqishi mumkin. Men yana sizning orzuyingiz bo'yicha muzikangizni har tarafdan qaplab chiqishim mumkin. Bo'laverdi har ikkisi. Kollada bir gap var. Tallasan ya Erkin'ni talla ya ki Abdullah'ı ne diyor. İş gelenden birisini tallaysız hem de şu. Erkin Abdullah. Erkinning ismi Erkin Abdullah. Kichikragini tanlaydisangiz Erkinjonni tanlang. Uning dadasining ismi Abdullah. Qizidi. Mush singlimizg'imi azroq gap qilish bir fursati bergan bo'lsak, yurak so'zlaringizni bir davosangiz, qanday arzu armonlaringiz va bir anglab baqaylik singlim. Men mush sahneye chiqishdan burun mayli mush ustozlar meni tanlamasin bir muvaffaqiyatli o'qib tushib kelsam shuni o'zini bir g'alaba deb hisoblab chiqqan. Eng avval dadamga bir javob qaytarsam degan umidim bor. To'g'ri. Hamiz dadangizga bir rahmat so'z davalama bo'pti. Amaliyotda men bu kasbni kichigimda onam o'rgatgan. Naqsh o'qisam xatoligim tuzib berib, dadam naqsh edanmaydi. Lekin og'rib qolsa-mu mening bir misra naqshamni anglab olsa, kechda uxlagan chog'dim odatda avval men bir telefon qilib mening bir misra naqshamni anglab olsa, xotirjam uxlaydi dadam. Dadamning meni qo'llig'iga rahmat. Bo'pti, endi hozir siz hayajonlanib qoldingiz. Sizni gap qilsak, mishada yig'lab ketadigandek tursiz. Shunga hozir biz tanlash ixtiyorini sizga berdik.
Abdullah efendimni tanıdım. Rahmat, naqshingiz bilan qarang. Keling Aysa Hanım. Sizni tabriklayman. Texim tirishing. Yoshlikdagi orzular amalga oshgan degan umiddamiz. Abdulla Abdurim efendining yetakchiligida Arzugul Abdurashid san'at bobidagi orzularga yetgan. Vah, Ipak yo'li sadoyimiz texim rangdorlashmoqda. Mana qarang, bu yigit Urumchidir. O'zi jamoat xavfsizligi soqchisi. Saidi Turg'un xalqimizga omonlik olib kelish bilan birga yana xalqimizga ma'naviy ozuqmi bermoqchi. Bizning uslub bo'lsa ombop usuldagi, Yevropa usuldagi naqshaniyatni yaxshi ko'raman. Bizning adoyitligi naqshlik sizish, ijodiyat bilan shug'ullanishga adoyitligim bor. Mening opam dadam hammasi shunday qoladi, ham o'zimning idorasidagi xizmatdoshlarim, boshliqlarim hammasi shunday qo'llaydi. Ular shuncha xo'shal. O'zimning ishonchi endi haqiqatan yomon bolalarmi borkan, o'zim ishonchi bor, yaxshi o'zimning haqiqiy endi o'zimning ortiqchiligini yaxshi joriy qildira oladiganga ishonchim bor.
o'zingizni bir tanishtirib o'tamiz. ismim Saidi, o'zim Urumchidan xizmatdornim Sayvoq rayonlik jamoat xavfsizligi. Ay. Şu kanun kesip okuyan mı ya? Yo'q, o'zim o'qigan kasbim tantarbiya kasb. Oy bu ko'p qirliq artishim. kızlık stakan. Burun o gitarniki nazariyelerini öğrengen. Yo'q, o'zim o'rgangan. Garmoniyadan xabarınız var mı? Yo'q, bunda garmoniya, nota, nasl qat'iy xabarim yo'q. Faqat lekin o'zimning yuzatgan mushnaqsham o'zimning ijodiyati. O'zimning o'sha o'zimning qanday deyman, hissiyotdan bog'lablam chiqmaslarni o'zim yaxshi qila olaman. Bundan boshqa yana balkanda nima bo'lsa? Ana kurulmanı yakşı el kıpsız özümüzün kimi şu. Ama bab bugünkü zaman kurulma yolu öyle. Neçə gündən beri oxşumaydigan avazdan birini his qildim, şuna öyrüldüm. Rahmat. Ustazlarımız bunlar. Bak yaxshi bo'ldi. Bo'libmi shu naq maydon bir tarafdan chelib, gitarni bir tarafdan naqsh etganingiz nihoyat yaxshi bo'ldi. Ondan shu naqshni o'qishyaptiki hissiyotmi nihoyat yaxshi. Men endi o'rlanmay qoldim. Sonimiz cheklik bo'lg'achqa maydonniki ko'p taraflik o'ylab keyingi musobaqalarni o'ylab men oldikayni bo'lib qilib o'rlaman deb oxiri shu o'rlib bo'lolmay qoldim. Lekin oxirida Mahmud Sulayman apandi siz uchun o'rinliq aylandirdi. Bu yigitning naqshisini yaxshi nihoyat huzurlanib oldim. Ikkinchisi ovoz tusi menga bak yoqdi. Men tanlashim kerakdi. Biroq o'zi yozgan naqshga tekstni o'zingiz yozibsiz-da? Tekstimiz. Tekstniki sababidan bo'lsa kerak balkim yana bir takror bo'lishi mumkin deb o'ylab o'tasam tugidi naqshisi. Bir avja. Bir avjisi yana bir partlaydigan yeri bor buni deb o'tagandim. Afsus, lekin Mahmud Sulaymon apandi sizni tanlab oldi, nihoyat to'g'ri bo'ldi. Yaxshi bir muallimga erishganligingizni shundaqla tunji asringizning sahnaga chiqqanligi bilan men sizni tabriklayman. Rahmat, rahmat. Muborak bo'lsin. Mana Mahmud Sulayman efendinin közü Saidi Turgun'a düşken idi. Saidi Turgun mu Mahmud Sulayman efendinin tanışını tolumu kalaydı. Hemkarlık köngüldekidek olgay. Yaşlık, ügünüş, izdiniş devri. San'at böşügün terbiyelenip atkan İlyar Damulla öz kalbini jipek yolu sadasını ifadeleşki cüret kıldı. Naqsh aytishlik alaydiligim, naqshining tekstining ravon, aniq bo'lishiga, shundoqla nafasninki naq joyiga tushishiga alayda diqqat qilaman. Maktabda tarbiyalanayotganim go'zal ovozda naqsh aytish uslubi. Odatda yoqtiradiganim muzik anglash, dutor chilish, tantarbiya faoliyatlaridan shug'ullanish, shundoqla sayohat qilishni bek yaxshi ko'raman. Bu programma orqali ota-onamga, shundoqla qarindoshlarimga o'zimning bir ikki naqshisini aytib berishni o'ylayman, g'alaba qilishga tirishaman.
kıza oynayman gözümde. Yukarıdan tüven bari meyani kürüp geldim. Meyani kürüp geldim. Çırayı bir karap bu can din vay ya geldi. Men günah yok üzende kıza oynayman gözümde. Şapkılım niyeydi o dem çölge saldım bağrını çölge saldım bağrını. Alt küllük alemde yürekke saldı dağını. Alt küllük alemde yürekke saldı dağını. Men günah yok üzende kıza oynayman gözümde. Ansambl qani yomon yarışıptı, yomon. Bizani bir tunuşturup ötken afka. Assalomu alaykum. İsmim İlyar Damolla, Atuş'ten. 22 yaş. Özünüz muş kesipte okuganmı? Sanat institutunun Nakşiorundaş kesibide okuyadım. Şu. Avaz bek tatlıq, bek çıraylık avazınız. Rahmet. Şu annenevi müziklerimizde orlangan halk nakşımızga öğrenmey, turanmaymiz. Doğru. Qatti. Biz aylanıp gitip kaptık. Eğer ruhsat Ömekte kısmız... boğan iken, ömekte. Künde anlaverip sen leys kılamatsızlar. Dereceğine gelip çankap getişi bunda. Şuna Ben gepning ochig'ini aytsam, siz hozir mushu sanatchilarimizni, muzikanchilarimizni bir tanishtirib o'tang. Şinjan Sanat institutunun Kichik Milliy Müzik Orkestri saboqdoshlarim bo'ldi. Muborak bo'lsin. Savodashlarimiz Barakallah. Bir tal qiz bor ekan, o'shada. Bir tal qiz. Qana. Qana. Bir turib o'ting afkam. Pek yaxshi ki valla. O'zingizning arzu armonlaringizni bir daviting mushu banada qani. Şu ota-onamga, shundaqla yurtdagi qarindoshlarga bir ikki naqshamni sovg'a qilgim keldi. Musobaqa davomlashsa, mush yorqin ovozing bilan yaxshi natijalik bo'lalaysa, ishimiz mush ikki muallimning qaysini tanlasang, ixtiyor o'zingda, birodar. Rahmat. Agar meni atrofim kirsangiz, men hech qanday o'zgartish qilmayman. Sizni yetaklamayman, yetaklayolmayman. Ham o'zgartgimmi yo'q.
Çin ko'nglimdan deyapman. Men buningga zamoniy musiqalarni qetib, anda qildim deydigan o'yinmi yo'q. Men mush biti Tayyorli bo'ldik degan. tayyor bo'lib qolsa buni o'zgartirish ketmaydi. Men bu har xil musiqa tarafdan har xil uslubdagi naqshlarni aytib boqdim uzun yillarni. Keyinchi men fursat bo'lib qolsa shu san'at institutining shu milliy orkestrida men bir naqshi bir aytib boqsam, o'rgansam degan tilaklarim bor. Xo'sh, Erkin efendim özününki dileklerini dedi. Ben bu Şinjan Sanat İnstitutu'da 5 yıl okugan. Şunun için şu münasebet bilen o Beijing'deki adamga bak ümit kütüp ketmey. Özünüzün arzu armanlarınızga yetişinizni ümit kılman. Benim gepim tügedi. Mush yigit o'zi tanlasi bo'lami? Bo'ldi. Ha? Tamamen qo'shilaman. Ayollarımı hem yerim dünya. Erler bütün dünya. Bundan değişip ketmeyiniz endi. Men sizlar uchun bir savol so'ray. Qanaqa? Sening boshqa usuldagi naqshlarni aytging bormi? Yo'q. Mush uslub mush xalqni O'zining arzusini Ben bu koşulda Erkin'in anlab fikriga. baqili. Naqsh o'rindashda go'zal ovoz tarbiyalanyapman hozir. Demek Güzel ovoz. İtalya uslubidan. kelgusida qanday planlaring bor? Bundan keyin shu xalq naqshlarini o'qib, shu xalq naqshlari To'g'ri kes. Sen degan to'g'ri. Yana oxirgi qaroring. Erkin efendimni tanlasam. Bo'ladi. qanday avvalinglar? O'zinglar yana bir qitim yaxshi. Muborak bo'lsin. Lekin to'g'ri tanladingiz. Sizlarga ko'p rahmat. Rahmat. Erkin Abdullah efendim İlyar Damullaga rıgbat berip onu öz grupsuga tanlab oldi. Biz yoshlarımızdan san'at bosolsuga o'ngishli qadam besishlardan zotlandik. İlyardek yoshlarimiz cho'qim yanimi ko'plab chiqdi. Mana bizning sahnamizga yana bir tirishchan, qiziqishi keng doiralik bir mahir yetib keldi. Sheringul To'qniyaz qanday kuyni taqdim qiladigandir? Gerçi bu nakş yetişimden kesmem bulmam olsun, intayin bu kesimi yaxşı görmem. Olsam baş kesipte tırışıp, kazanıp çıkan artistimiz okşaş yetişip çıkan ba. Şunun için ben teximi tırışıp, olsam beni qollab kelayotgan urug' tuqqanlarim, do'st birodarlarimga ümidini yer qo'ymay qatnashish niyatiga keldim. Faaliyetga qatnashish jarayonida Şinjan bo'yicha eng cho'ng naqshlarni yig'ib bir yerga naq maydon bir kechilik o'tkazilgan, hamma naqshlarning bir amaliy iqtidorini sinayga degandan keyin yuragimda cho'qim qatnashiman-ku, cho'qim o'taman-ku deb birinchi bosqichda do'stlarim meni tanlabdi. Ikkinchi bosqichga kirish uchun cho'qim tirishiman deb ishonchim bor. Adem izledim, şeytanlarga uçrab küydüm, muzladim. Ademler kişiden Adem izledim, onu sözledim, ben bunu sözledim. Ademler kişiden Adem izledim, şeytanlarga uçrab küydüm, muzladim. Ademler kişiden Adem izledim.
adem izledim. Bir dertke iş derdim, bir dost aktardım. Nametler bir perva anlaydı derdim. Uçretip kalar ben diye bir merdim. Ademler içiden adem izledim. Onu süzledim ben, bunu süzledim. Ademler içiden adem izledim. Şeytanlarga uçrab küydüm, muzladim. Ademler içiden adem izledim. Muhabbet yuqaldı, sevgiler suldu. Çayanlar çaqaynab izimden yürüdü. Sunaydab sevginin atir gülünü. Ademler içiden adem izledim. Bana adem kerek, haqiqiy adem. Tapsam yüreğimden kobalarım adem. Ayağlayıp koyup şoğlarga kadar. Ademler içiden adem izledim. Meyus naşırım anlaydı kimde. Anlap yürek bağrım yığlaydı kimde. Bahadır insanı aynaydı kimde. Ademler içiden adem izledim. Bahadır insanı aynaydı kimde. Ademler içiden adem izledim. Onu süzledim ben, bunu süzledim. Ademler kişiden adem izledim. Şeytanlarga uçrab küydüm, muzladim. Ademler kişiden adem izledim. Onu süzledim ben, bunu süzledim. Ademler kişiden adem izledim. Şeytanlarga uçrab küydüm, muzladim. Ademler içiden adem izledim. Assalomu alaykum barcha ko'rmalar va ustozlar. Sizlar bilan ko'rishganligimdan intayin xursandman. Rahmat. Men o'zim Aqsuboy noyisin, ismim Sheringul Do'qniyaz. Kasbim ishdan sirt ancha-muncha tijorat qilman. Qonunda o'qidim. Naqshiga bek qiziqaman. Kimning ijodiyati ekanligini bilamsiz? Bilaman. Kim? Bu naqshini o'rinlovchi Gulsanam ijodiyati akkordlashtiruvchi muzik semsi Atabek Muhammad Saidning o'zbek nanasi. Yaraysiz. Ras yaxshi ko'rdi ekansiz naqsh muziklarni. Bu naqshni o'rinlovchini yaxshi ko'rman, lekin ichimda yetamgan dadlarimni xuddi davagandek. Hozir bo'shidingizmi? Bo'shidim. Mushuni o'z kifoya bizga. Qolgan tanqid yoki fikrlarni deyishmayli. Siz shunday yaxshi o'rinlab berdingiz. Eng muhimi, mush program orqali o'zingizning atrofingizga, do'stlaringizga, tijorat qilayotgan, hozir mush qonunda o'qiyotgan savodoshlaringizga sundingiz. Mushning o'zi bir baxt deb o'ylayman. Sizning-chi? Mening cho'ng orzuyim mashinchilik yilqi. Sahna bizga hozirlab bergan mashaq bir mening ovozimni naqshlarni yaxshi ko'rgan mana shu do'stlarimga, tuqqanlarimga va yurtdoshlarimga mashinchilik bir ovozini oltog'inimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat sonam, rahmat. Yana puxta tayyorlik qilib odam o'zi yoqtirgan ishlarni qilishga jur'at qila olishi kerak. Biz Sheringulning g'ayrati, jur'atiga barakalloh o'qiymiz. Uningga yana muvaffaqiyatlar yor bo'lg'isi. Har kim taqdir qimmat egisidir. Taqdir qimmat kasbga, biror ish natijaga bo'lgan talpinish va aqidada texmi ro'shan ifodalanadi. San'at bepoyondir.
Endi nazarimiz sho'x yigitimiz Abdukerim Erkin'de bo'lsin. Mening qiziqishim bo'lsa, tanarkat turlarining har qaysi turlari. Odatda sayohat qilishni yoqtiraman. Anandan keyin boshqalarning ortiqchiligini o'zimga qabul qilishni yoqtiraman. Mening bu musobaqaga qatnashishimdagi maqsad o'zimda bor bo'lgan talant orqali xalqimga ozroq bo'lsa bir ma'naviy oziq bersam deganni o'ylayman.
Assalomu alaykum hurmatli qalbi otash, dilg'a dilkash muhtaramlar. Men Qashqar viloyat Yangishahar noyasidan Abdukerim Erkin. Bu yil 31 yosh. Bayqı naqshini o'zing aytdingmi ya? Ha. Anda o'ynab turibdi. Hali taqsiydigan narsa qo'ymagansizlar. Yo'q. Voy buni odammi qilalaydi-ku? Bu mushundala tugamdi? Ha. Yoshlarni bir qo'llab qo'yish o'yin bor, shuning uchun men jiqroq peqirab ketib borman. Keling bo'ldi. Nurnisa xonimning san'atni kuylaydigan, san'atni tushunadigan qalbi Abdukerimning sadolarini tushunib, uni o'z gruppasiga tanlab oldi. Uningga yaxshi natija tilaymiz. Çin Nuri Biopan Texnikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin Çin güzel grim buyumları mahirlağa omad tilaydi. Xotan diyardan salam bilen kelgen bu jigit tolumi şerefli hizmet egisi. Yani o'qituvchi Sayfiddin Aziz bo'ladi. O'qituvchi hurmat taxtiga mansub. Bu bağvenning kuylarini anglashga tayyorlaydi. Mening qiziqishim bo'lsa, kitob ko'rish, naqsh etish, sayohat, badan chiniqtirish. Mening naqsh etishga alaydigim bo'lsa, o'zim bir musiqa o'qituvchisi bo'lish sifatim bilan kelgusi avlodlarga, o'quvchilarimga xalq ohanglari, xalq naqshlarini to'g'ri yetkazish, o'rgatish majburiyatim bor deb qaragach, xalq naqsh ohanglarini tirishib o'rganib keldim. Lekin bu qitimqi faoliyatga bo'lsa, o'zimning alayligimni texim yaxshi, erkin, azodda joriy qildirish uchun Alibab ustobiga naqshamni elib keldim. Bu faoliyatga qatnashishdagi maqsadim bo'lsa, bu qitimqi fursatni ching tutib, tirishib, yaxshi bir ustozga erishib, shu ustozning yetaklashida o'zim sevgan bu kasbning kam halqalari, kam joylarini to'liqlash maqsadida bu faoliyatga qatnashdim. Men mayli bu qitim faoliyatda g'alaba qilay yoki g'alaba qilinmay, mening bu yerga qatnashga jur'at qilganligim men uchun eng zo'r tirishchanlik deb o'ylayman. Muhabbetim her gün seni yüktermen Vesalanda niçin tenha ötermen Vesalanda niçin tenha ötermen Gerek olsa sen için can bireymen Fakat seni yüktermen canim Yüktermen yarim Muhabbetim her gün seni yüktermen Visalımdan niçin tenha ötermen Visalımdan niçin tenha ötermen Gerek olsa sen için can bireymen Fakat seni yüktermen canim Yüktermen yarim Baharda güzde yazda hem kışta Fakat seni yüktermen yarim Baharda güzde yazda hem kışta Fakat seni yüktermen canim Yüktermen yarim
Esindimi derya boylab yurgan kun Bağçılarda şirin sohbet o'tgan kun Bağçılarda şirin sohbet qilgan kun Qulog'imga asta-asta pichirlar Faqat seni kutarman jonim degan Yağmurlarda yurgan kun Bağçılarda şirin sohbet qilgan kun Qulog'imga asta-asta pichirlar Faqat seni kutarman jonim degan Bahorda kuzda yozda ham qishda faqat seni kutarman jonim Bahorda kuzda yozda ham qishda faqat seni kutarman jonim Kutarman Bahorda kuzda yozda ham qishda faqat seni kutarman yorim Bahorda kuzda yozda ham qishda faqat seni kutarman jonim Bahorda kuzda yozda ham qishda faqat seni kutarman jonim Kutarman jonim Kutarman Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, mamalaga assalomu alaykum. Qani ustoz, o'zingni tanishtirib qo'ying. İsmim Seyfiddin Aziz, Xotan viloyat gumrohisidan musiqa o'qituvchisi. Rahmat. Rahbarimizning bizning sahnimizga kelganda qarshi olamiz. Rahmat. Pek jiddiyleşib ketdim, og'izlarim qurib qoldi. Yaxshi yetolmay qoldim lekin. Rahmat. Yaxshi bo'ldi. Birinci kupletni aynen okudu. İkinci kupletni bir ketim o'zgartdi. O'xshamaydigan qilib. Üçüncü kupletni yana o'xshamaydigan qilib, yana o'zgartdi. Chandolmay turib. Men talat. Lekin bir yer ketib qoldim. Sezdingizmi? Sezdim. Sezgan bo'lsang yaxshi. Bu naqshini kimning aytganini bilamsiz? Ben kichik vaqtimda G'olib Rim, Gulbarimlarning lentalarini bek yaxshi yoqtirib anglaydim. Shu Gulbarim adamning aytganini anglagan, keyin Erkin Abdulla apandaning Xanzujatilla aytganini anglagan. Unda bo'lsa, 3 apandim siz uchun o'rildi, cho'qim sizga deydigan nurg'un yurak so'zlari bo'lishi mumkin. Qani anglab baqayli. Yurak so'zni bizningmi? İnim. Ben senin ovozingni yaxshi ko'rdim. Sen mening qo'shonimga kelsan. Sen ziyon tatmaysan. Çoğunlardan kelsin. Mahmud Kam bayan Nakşi'ninki kurulmasını dep verdim sana.
Yaxshi hal qilibsan. Mushu G'olib Rayim akani tilg'ag'ini bak xo'shlab ketdim. G'olib Rayimniki Uyg'ur bugungi zamon ommabop naqshi muzika o'rlash olsun, mayli ijodiyat olsun, jiq to'kpisi var ag'inam. Mening do'stim bo'lganlik uchun maqtag'anim emas bu. Ma biz demak bo'ldi buni obdan biladi. Mushu banada bir do'stimni tabrikligim kelib qoldi. Rahmat. Hop, endi haqiqiy tanlash bosqichiga keldik. Sening erkinliging o'z qo'lingda. Ağırqı tanlashimiz Mahmud Süleyman efendim. Sayfiddin Aziz o'quvchilar va jamiyat azizlaydigan o'qituvchilik kasbining egasi. Mana bugun u Mahmud Sulaymondan iborat yana bir o'qituvchiga erishdi. To'g'ri izlanish tugamaydi. Har kim o'qituvchiga muhtoj emasmi? Millatlar inat ittifoq san'atdir ulug' yaqin. Tojik tuqqan qarindoshdir quyoshga eng yaqin. Mana bu yigit tojik o'g'li Abduvali To'xtibek bo'ladi. Men milliycha uslubdagi naqshlarni o'qiyman, ham ommabop uslubdagi naqshlarni o'qishga qiziqaman. O'zimdagi ortiqchiligimni joriy qildirib, talentimni namoyon qilib, ustozlarimning fikrini olib, tajriba to'plab, taxmin tirishib, bundan keyin mush sohada yaxshi bir naqshchi bo'lish uchun men mush programma qatnashish orqali hamda tunji qatimliq o'tkaldan o'tishni o'yladim.
mastasi dunyo davomi mastasi dunyo manu daryo 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 manu daryo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalomu alaykum. O'zingizni. Assalomu alaykum ustozlar. Mening ismim Abduvali To'xtabek. Men Aqto'naya Tartojik milliysidan. Bu yil 27 yosh. Hozir Xinjiang san'at instituti, Cho'nglar ma'rif institutining naqsh o'rindash kasbida o'qiyapman. Oy yaxshi. O'zim ancha-muncha usulga keltirib aytibsan-da. Ha, usul bilan billa. Shu bu udar chiqqandan keyin har qanday odamning midirlig'isi keldi degan. Shu uxlab qolganlarmi uyg'onadi emasmi? Chiroyli aytqanding. Rahmat. Bunda tuyuqsiz tugab ketadi deb o'ylamabdik. Bizni putlavatding sen. Rahmat, rahmat. Yaxshi chiroyli naqsh aytmading. Rahmat. Gerçi biz aylanmagan bo'lsaqmi, mening seni tunuysa balkim Toshqo'rg'onlik bir do'stim bor, yuksak shijoat deb bizning Xinjiangda tunilgan naqshchi. Biz shu yigit bilan saboqdosh o'qigan. Bilaman. Mana shu ana maktabimiz bizni tarbiyalagan. U senga o'xshash chiroyli naqsh aytdi shu vaqtida. Hozirmi xizmat ishi bilan Toshqo'rg'onga ketdi. Sendan zo'r umidlarni kutamiz. Biz ulg'anmay qoldik. Afsus, afsus. Bu naqshning shunday bir alayidligi va naqsh ekanligini biz bilmagandan keyin shu juda to'g'ri. Beshimga tosh tushib ketgandek bo'lib qoldim. Afsus enim. Seni ovozingni yaxshi ko'rdik. Rahmat. Ammo budoqi imtihonda yoki budoqi musobaqalarda har holda azroq belgi berib to'xtaydigan qilib to'xtadi naqshangni. Ma'qul bo'ladi. Rahmat enim naqshang. Rahmat, rahmat. 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 Rahmat naqshang. Sog' salomat tinchimon injircharcha. Jazbatmi? Biz aytgandek san'at uzilmas ulug' ketgan. Bu programmamizda tanlanmaslik mag'lubiyatsiz kerakmadi. Abduvali To'xtabek to'qim o'z tirishchanligi bilan yeni g'alabalarni kutib oladi. Bu programmani diyorimizda g'arb taomlari bilan Uyg'ur an'anaviy taomlarini birlashtirib yangilik yaratib, xalqimizning olqishiga erishayotgan Tilak Zanjirsimon tez tomoqxonasi alohida talab qildi. Ko'rayotganinglar Xinjiang televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Bug'ra madaniyat tarqatish sherikati birlikda ishlagan chin go'zal Ipak yo'li sadosi programmasi. Bu yigitni xalqimiz obdonla taniydi. U 10 necha yil burungi Gulnolam, Suv bo'lib aqtim qatorliq lentlarini taqib ekranlarda karomatni ko'rsatkichi bo'lgan jarayonda o'zining san'atga bo'lgan o'tdak ishtiyoqini namoyon qilib keldi. Alayligim hamda muqam o'rindash xalq naqshlari aytish ham o'zim kerak ommabop uslubdagi naqshlarni kerak aytaman. Bu qatim shu Xinjiang Ipak yo'li sadosi naqsh musobaqasidagi boshlanishi bilan mening oilamdagilar bo'lib ayolim, qizim, urug' tuqqanlar, do'stlarlar chuqur shu musobaqaga bir qatnashib boqishni tavsiya qilib, menga madad berib, madad bergachga mana shu programma qatnashga keldim. Ey dünya, sendin
Tiligim şuldu Mert'le namertke muhtaç kılmadı miknetin bergin işcan ecri Hakni nahke muhtaç Namerkün rigidin asla ötmegin Onun din yaxşılık insan kütmegin Namerkün rigidin asla ötmegin Onun din yaxşılık insan kütmegin Seherki kolları yedim çay ep içmegin O'ng qo'lning so'l qo'lga muhtoj qilmagin Seherki kolları yedim çay ep içmegin O'ng qo'lning chap qo'lga muhtoj qilmagin Bu dünyanın zikri karameti zordur İşkının hanciri yürekke vurdur Bu dünyanın zikri karameti zordur İşkının hanciri yürekke vurdur Güzellerden vapa körgeni azdur Aşığını bir vapaga muhtaç kılmagin Güzellerden vapa körgeni azdur Aşığını bir vapaga muhtaç kılmagin Beş on bala bakamazken yalnız atını Yalnız ata güldek bakar beş on balını Beş on bala bakamazken yalnız atını
Tilayimiz tilayli yer ve osmon bir otini balığa muhtaç kılmadı. Tilayimiz tilayli yer ve osmon bir otini balığa muhtaç kılmadı. Otini balığa muhtaç kılmadı. Sizni tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. İsmim Ekber, familiyam Abeydullah. Özüm Turpan vilayeti Toqsun nayisinden geldim. Kasbim başlangıç mektep müzik ders okutkucusu. Bu yıl 35 yaş kirdim. Birinci bo'lib o'rilgan kishi yanıla Erkin Abdullah Efendi. İkinci bo'lib men o'rildim, üçüncü bo'lib Nurnisa xonim o'rildi. Oxirida Mahmud Sulayman mashinda qilishiga Ig'rivesi Efendim kechikib qoldi. Bunda deyishimda men aytgandaqcha katta bir ahang. Sözü Abdurrahim Abdullah, müzikisi Ekrem Akın'ın. O dünyaya sefar kıldı vakitsiz. Şu bizde mazrak ko'ngil egizpesçilik bo'ldi. Gap nima dediysen, sen vücudun bilen bu şu nakşıga kirip etken bu kaşka bizni tesirlendirelim. Biz tesirlendik. Ben aldı bile 3 muallim orunduk aylandığından seni hayacan saldığım bu şu fırsat minutlar bilen tebrikleymesin. Rahmet ustaza. Ben için aylandırgan orunduklarını herkes ömrden yada koymaslıkka tirişimen. Ben gap kısam ruhsat bağım. 1 minut. Rahmet. Talip dövrümdeki ustazlarım mening ovozimni yoqtirg'inga o'sha ustalar ko'pni ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Siz bu naqshini aytganligingiz uchun ham Abdulla Efendimni tanlash degan gap yo'q bu yerda. Men sizga o'rilganligim uchun menimi nazaringizda olib qo'yasiz. Rahmat ustoz. Rahmat. Nakşinin ait bütün vücudunuz bilen intayin vayık yetkizip ettiniz. Biz tan demetkenmez. Ağın olap össek demekçi. Ağın olap össek deyilga arzuyum var. Men sizdan 2 yaşlı çoğ. Başka çoğ fark yok. İş kılıp men mi bo'lma ish qilib. Tanlasam bulamda hem de. Ma'qul tanlasan tanlig'ini. Mening tanlashim Abdullah Abdurrahim efendim de dolaylı. Yaxshi shogird, yaxshi o'qituvchining yetakchiligida yaxshi g'olibiyatchiga aylanadi. Akbar Abeydullah o'zi bir yaxshi o'qituvchi edi. Endi yana bir o'qituvchiga erishdi. O'qituvchilar ko'paysin, shogirdlar kuchaysin. Ayağlarımı her tutma. Mahirlerimizden kızgınlık yukarı bulmakta. Ustazlarının koşuğunu zoraymakta. Cipek yolu sadayımızın keyinki sanlarga davamlıq nəzər aldıraydı. Her xil küyle, yanrak sadalarga kulak salaydı.